Konfutsiy shunday degan: ba'zilar ota-onaga hurmat ularga g'amxo'rlik qilishda namoyon bo'ladi deb o'ylashadi. Ammo axir biz mushuklar va itlarga ham g'amxo'rlik qilamiz. Lekin hech kim mushuk va itlarga nisbatan hurmat haqida gapirmaydi. Diqqat, savol. Unda ota-onaga bo'lgan hurmatni ifodalashda biz kim yoki nima haqida g'amxo'rlik qilishimiz kerak? Ota-onaga hurmat bu ularning mahsuli haqida g'amxo'rlik, ya'ni o'zimizga g'amxo'rlikda namoyon bo'ladi. Nega endi o'zini o'ylayotgan egoist, ya'ni o'ziga g'amxo'rlik qiladigan kishi ota-onaga hurmat ko'rsatgan hisoblanadi? Bu uni egoist degani emas. Xo'sh, diqqatim sizda? Bu shuni anglatadiki, u o'zini ota-onasi uchun asrayapti. Demak, Konfutsiy aytgan: ota-onamiz eng ko'p nimadan iztirob chekishadi? Farzandlari kasal bo'lsa yoki ular bilan yomon voqea yuz bersa. Shuning uchun ota-onaga bo'lgan hurmatni namoyon qilish avvalo o'zimizga g'amxo'rlik qilish bilan boshlanadi. Bu to'g'ri javob.